Orziqulova Madina Bekobod shahrida tug'ilganman. Yoshim 22 da. Bu yerga o'z sog'lig'im sababli kelib qolganman. Nimalar bezovta qilardi sizda? Menda soch to'kilishi bo'lgan, keyin grija bo'lgan ikkita. Qayerda? Belda, umurtqa pog'onasida belda bo'lgan. Bunda yurishga, turishga qiynalardim ozgina, lekin u darajada strashniy emas edi. Lekin hozirgi kunda bu mahsulotni iste'mol qilganimdan keyin bu kasalligim yechimini topdi. Bu mahsulotni iste'mol qilmasingizdan oldin kimlargadir murojaat qilganmisiz? Qilganman, eski tashmiga borib qaratib yurardim. Rezultat to'g'risi doktorlarda ham aytganini hammasini qilmasdim. Juda o'z boshimcha deydimi. Buni dugonam, o'zim yaqin dugonam taklif qildi. Uning gaplariga ham ishonmaganman. Bittagina tabletka qanday 60 ta minerali bor deb aytayaptilar, lekin buni qanday ta'sir qilishi yoki ta'sir qilmasligini undagi natijalarni menga ko'rsatdi dugonam. Lekin baribir ishonmadim gapiga. Oradan vaqt o'tgandan keyin tavakkaliga, Allohga tavakkal qilib bordim. Haqiqatdan oldim uni. 3 kunda kalsiydan bittadan ichardim, kuniga ertalab, vohli soat 7 da. 3 kundan keyin to'g'risi boshim juda qattiq og'ridi. Keyin o'sha kuvezimni boshlamashimdan oldin kalsiyni o'zida bosh og'rig'i, isitma chiqishni boshladi. To'g'risi undan qo'rqqan holatda ichmaslikka qaror qildim o'sha vaqtda. Keyin mutaxassislar bilan gaplashgan holatda buni qo'zg'alish vaqtini kasalliklar qayerda, qanaqa kasallik bo'lsa, o'sha qo'zg'alishligini aytdilar. Undan keyin davom etdim. 10 kun deganda bosh og'riqlari, isitmalarim joy-joyiga, asab tizimim joy-joyiga keldi. Undan keyin belimdagi og'riqlar ham bora-bora yo'qolib bordi. Necha kunda? 15 kunda ta'sir qilgan menga. Polniy misol uchun grijaga 2 oy davomida ta'sir qilgan grijaga, lekin asab tizim boshga 15 kunda. Xo'p, o'zingizda shu 100% lik natija ko'rguningizgacha mahsulotimizdan necha pachka ichib tugatdingiz? Hali men bitta pachkasini ham mana 6 ta bo'lsa, bunda kalsiy 6 tani tugatganim yo'q. Endi 2 ta ichib tugatganman. Mana shu kalsiydan, shunaqa qadoqligidan 2 ta ichib tugatganman. Shundan natija oldim men. Hammani organizmga har xil ta'sir qilishligini tushundim.